Hozir Haval Qibray avtosaloniga kelganimizda bu yoqda katta skidkalar ketayotgan ekan. Haval mashinalardan H6 ga ko'pchilik qiziqayotgan ekan. Men sizlarga hozir obzor qilib beraman. Haval Qibray avtosaloniga kirdik. H6 ning necha rangi bor, qanaqa funksiyalari, qanaqa komfortlari bor, tushuntirib bering. Hozir bizda H6 modelimizda 4 xil ranglari bor. Seri bor, oq, qora va zolotistый ranglari bor. Mashinamizning navrotlariga keladigan bo'lsa endi 360 kameralari, panoramniy lyuk, avtoparkovkalari, adaptivniy cruise control, salonlar полный кожаный salon bo'ladi. Sizdeniya pamyat, abduf abagreiflari bo'ladi. Va sizlar xohlagan rangda qilib bera olamiz. Salon ranglarini ham 3 xil ranglari bo'ladi. Oq, qora va jigarrang ranglari bor. H6 modelimizning bagajlarida zavodskiy subwooferlari bor va bagajlari ham elektronniy ochib olinadi. Aytib o'tganimdek, Haval Qibray avtosalonida katta skidkalar ketyapti. Undan tashqari shu mashinaga boshlang'ich to'lov qilib, oylik to'lovni 2.8 dan lizing qilib olib chiqib ketsanglar ham bo'ladi. Bemalol mashina nomerlariga telefon qilib to'lovroq ma'lumot olasiz. Aytgancha Tillamiy nomidan kelsanglar, sizlarga setka, polik, paroklarni bonusga qo'shib berishadi. Bemalol Haval Qibrayga kelib, mashinalarni xarid qilib ketaverasizlar.